Assalomu alaykum do'stlar. Shu Nexia 2'miz satıladi. Yılı 2009-yıl. Metanda da benzinde de yurib turibdi. Metallari 100'lik metan balonlari bor. Balonlar o'rta hol. Mashin kraskasi Cover Radnoy zanglar ishlangan moldingning pastida bor. Lyuks konditsioner, polniy shumka bo'lgan mashin. LED paralar qo'yib zo'r. Hech yerda kamisi yo'q mashinning. Mayda-chuyda endi balon solib shunday xarajatlari bor. Mashinning yılı 2009. Polni teshkirib ko'rib olaverasizlar. Bahasi Matizning bahasida. Puli arzon. 36 million so'm bahasi. 36 million so'm. Mana hamma yeri knopka, lyuks konditsioner. İçleride chistli turibdi, akkuratniy. Polniy shumka bo'lib aylangan. Eshiklar, kirisha berganda shumka bor. Yurib turgan mashin saz, motor, korobka, ходовой, saz ber yeri. Zinglatib ayda beraveradi. Tayin narsa. Metanda da benzinde de yurib turibdi, aytib o'tdik. Bahasi 36 million so'm. Ustida yana qaytib kelishib beramiz. Mashin Qoraqalpog'iston Respublikasi Illiqqal'a tumanida turibdi. Do'stlar, kanalda yangi bo'lsanglar obuna bo'linglar, bir like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Nexia qidirib yurgan tanishlaringizga tashlab qo'yasizlar shu videoni. Yana motor xarajatlari ko'rib tekshirib olaverasizlar. Telefon nomerlarini ekranda qo'yib qo'yamiz. Telefon deb ko'rib kelib olaverasizlar.